Assalomu alaykum akalar. Uyimni remont qilaman deb turgan akalarimiz uchun hozirda biz Eco Max firmasiga kelganmiz. Sarvar akam, o'zimda akamiz, yaqin akamiz, Buayda tumani Qoraqumdan aka. Qoraqumdansiz? Aka, bizni mijozlar kelsa, xudo xolasa qanaqa skidka qilib berasiz? Avtochempion nomidan. Avtochempion nomidan kelsa Pahlavonjon chotki skidkalari bor. Siz nomingizdan chiqsa bo'ldi. Bo'ldi. Akalar, akamni tavsiya qilib qolaman. Men juda ko'p joydan so'rab surishtirdim. Bilasizlar, men yaxshi joylarda reklama qilaman. Chunki Ecomax firmasini men 3-4 ta odamdan so'radim. Yaxshimi aka, sifat qanaqa degandim. Uka, biz ham dashi o'sha insondan olib ishlatamiz. Bemalol reklama qilavering, ishlari zo'r, loyilari ichidagi sifatli. Bemalol reklama qilavering deganlik uchun biz reklamaga kelganmiz akalar. Ochiq oyda aytaman. Sarvar akam biz nomimizdan kelsalaring zo'r narxlarda skidkalar qilib beradi. Aka, shu yangi uylanaman deb turgan ukalar kelsa, biz nomimizdan zo'r skidkalar qilib bering aka. Pahlavonjon siz nomingizdan kelsa chotki skidkalarimiz uchun bonus qilib. Abdush aka, rahmat. Xudo xolasa akalar, kelaverasizlar Ecomax'lar xizmatlaringda, uylaringni chiroyli qilish uchun, to'ylaringda chiroyli o'tkazish uchun Ecomax xizmatlaringda sog' bo'linglar.